Bugun biz abituriyentlar tomonidan eng ko'p beriladigan savol xususiy universitetlar haqida gaplashamiz. Ota-onalar pul to'lashadi-yu, talabalar esa bilim olaman, yetuk kadr bo'laman deya neni umidlar qilib xususiy universitetga topshiradi. Lekin ba'zi bir talabalar bu borada yolg'on va'da, faqatgina qog'ozda mavjud bo'lgan grant va bo'sh auditoriyaga duch kelib aldanib qolishmoqda. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Oliygoh.uz platformasining YouTube'dagi loyihasi ta'lim sohasida eng muhim ma'lumotlarni yetkazishda davom etadi. Siz yoki farzandingiz xususiy universitet tanlamoqchimi? Ehtiyot bo'ling. Har yili minglab odamlar rasmiy hujjati yo'q, sifatsiz yoki soxta universitetlarda o'qib, vaqtini, pulini yo'qotmoqda. Bugun sizga mana shunday yolg'onlarga aldanib qolmasligingiz uchun 7 ta muhim tavsiyalarni beraman. Shular orqali xususiy universitetning chinakam qiymatini aniqlaysiz va aldanib qolmaysiz. Diqqat qiling, 7-maslahat eng muhimi. Eng birinchi savol, bu universitet litsenziya asosida ishlayaptimi? Rasmiy litsenziyasi bormi? Albatta tekshiring. So'rashdan uyalmang. Bundan tashqari buni siz xususiy universitetlarning oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy axborot sayti Stat.edu.uz platformasi orqali ham tekshirishingiz mumkin. U yerda universitet haqida barcha ma'lumotlar bor. Yo'nalishlardan tortib talabalar sonigacha bilib olishingiz mumkin. Ikkinchi maslahat. Chiroyli bino bu yaxshi ta'lim degani emas. Universitet binosi zo'r, interyerlari komfort, lekin ichkarida na sifatli ta'lim bor, na tizim. Ko'r-ko'rona remontga aldanmang. O'qituvchilarning ro'yxatini so'rang, diplomlari va tajribasini tekshirib ko'ring. Darslar interaktivmi yoki ko'chadan chaqirilgan odamlar o'qityaptimi? O'qituvchilar doimiy ishlaydimi yoki o'zgaraveradimi? Uchta eng kuchli o'qituvchingiz kim deya bemalol savol bering. Uchinchi maslahat. Reklama emas, talabani eshiting. Reklamalarda eshitishingiz mumkin sifatli ta'lim, Yevropa darajasi, 100% grant, AQSh diplomi va hokazolar. Reklamalarni emas, o'sha yerda o'qiydigan talabalarning fikrini o'rganing. Bitiruvchilari bugun qayerda ishlayapti? Universitet shunchaki pul ishlash uchun ochilgan joy emasmi? Rahbariyat faolmi? Jamoatchilikka ochiqmi? Press release, hisobotlar borligini tekshiring. 4-maslahat. Grant deyishyaptimi? Qog'ozni ko'ring. Telefon orqali 100% grantimiz bor deyishadi, lekin ichkariga kirsangiz grant so'zi unutilib ketishi mumkin. Bunda siz rasmiy grant nizomini so'rang. Shartnoma bo'limini o'qing. Grantning kafolatlarini so'rang. 5-maslahat. Kontrakt arzonmi? Ha, kontrakt arzon bo'lishi mumkin, lekin kontrakt yildan yilga oshishi ham mumkin. Grant, chegirma, stipendiya olishning shartlari aniq yozilganmi? To'lov kechiksa nima bo'ladi? Shartnoma bekor bo'lsa, pul qaytariladimi? Universitet sizni 4 yil kafolatlab o'qitish majburiyatini olganmi? Ana shularni so'rang. 6-maslahat. O'qishdan keyin ish topsam bo'ladimi? Eng muhim savollardan biri. Universitetda amaliyot bazasi bormi? Bitiruvchilarga ishga joylashishga yordam bera oladimi? Klublar, treninglar, real loyihalar bormi? Chet eldagi hamkor universitetlar transfer imkoniyati double degree mavjudmi? Siz universitetdan oxirgi bitiruvchilarni ish joyi bo'yicha statistikasini ham so'rab, tekshirib oling. 7-maslahat. Siz xususiy universitetga topshirayotganingizda so'rashingiz kerak bo'lgan eng muhim 30 ta qo'shimcha savollarni opisaniyada qoldirdik. Bu savollar orqali xususiy universitetlarni to'g'ri tanlaysiz degan umiddamiz. Yodingizda bo'lsin. Siz o'qishga emas, kelajagingizga investitsiya qilyapsiz. Hamma narsani tekshirib ko'ring, so'ng qaror qabul qiling. To'g'ri, pul ketadi va keladi, lekin vaqt, yoshlik, umid qaytmaydi. Shuning uchun savollarni ko'paytiring, tekshirib boring va eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar bu maslahatlar sizga foydali bo'ldi deb hisoblasangiz, videoga like bosishni unutmang. Do'stlaringiz bilan ham ulashing va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Yana ko'plab ta'limga oid videolarni kuzatish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qabul jarayonlari bo'yicha sizni o'ylantirgan muammoli savol bormi? Qanday mavzularda videolar olishimizni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Savollaringizga malakali mutaxassislardan albatta kerakli javoblarni olasiz. Oliygoh.uz sizga yordam berishda davom etadi.